Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bu yerda ekskavatorimiz hozir mana bu yerga bizga loyiha berib qo'ydi. Mana yangi ko'pirimizning ustida turibman. Mana nasib bo'lsa kechqurun yana ekskavatorda gaplashdik. Kamazni kechqurunga mana shu yerlardan to'kib nasib bo'lsa mana azizlar mana yem boshlari mana loylarda mana sal nomligi bor ekan. Mana kelayotgan suvning kanalimizning mana boshi mana bunday ko'prik qurdik. Mana bu yerdan o'tib odaqa mana payontlar ketadi yerdan. Mana yo'limiz mana 4 metr yenilikda bo'ldi. Nasib bo'lsa mana shu yerda kechqurun Kamazda ekspo yana ko'taramiz. Ishlarni bajarib mana yerda turgan mana bir mashin grez toshimizni to'guvli. Keyin 1-2 kunlardan keyin Xudo xolasa buni mana ustayamiz. Mana ko'pirni keyin qotgandan keyin yana bir sementlar ishlari bo'ladi deyapmiz. Axsoqlar mana nasib bo'lsa azizlar, birodarlar, duodamiz, duodan yo'qlab turingizlar.